Syomkalar qildik onasi. Jonim bo'lsin. Tillalar Gapga taqib borib, hammasini tappa-tappa yiqitaman. Bunaqa hech kimda yo'q gapimizda, hech kim ayolda yo'q. Sen gapga taqib bora olmaysanmi? Nima? Ha, buni ertaga egasiga berib yuborish kerak. Qanaqa egasiga? Ha, bu kelinni tanishi bor ekan, shundan bir kunga ijaraga olib turdik. Syomkalar qildik, boshqa qildik. Endi gapdagi o'rtoqlaringning syomkasini tashab qo'yaversan Telegramdan gruppaga. Nima? Ha, ertaga qolsa bunga yana pul to'lash kerak. Yetsang tezroq kelin tashab kela. Ijaraga? Arendaga oldik, arendaga. Tushunasanmi? Dadasi hazillashmang. Nima hazilashim? Mana xursand bo'lding. Rostakasini tillatib sovg'a qilganimda ham xuddi shunaqa xursand bo'larding-da. Bundan ortiq xursand bo'lmaysan-ku. Bir his qilib olding, bo'ldi, yetadi. Hazillashmang dedim. Men sen bilan hazillashib tezroq yechib tayyorlagin, kelin olib borib tashab kelsin. Boshim ortmagin. Rostdan arendaga oldinglarmi? Yolg'ondan ham arendaga olib bo'ladimi? Hali sizlar meni uchalanglar aldab arendaga narsa olib kelib qulog'imga taqdinglarmi? Zato xursand bo'lding-ku, xotin qo'ysangchi endi hozir xursand bo'lishga bu olib kelgan bunaqa yig'i-sig'laring. Voy. Voy yuragim. Voy boshim. Ey. Voy damlaydi. Hazillashdim. Hazillashdim. O'zingni bor, sen hazillashdim. Yuraging ham zo'rg'a turadi. Chapga tashaymi, o'ngga tashaymi deb.